Bu Minecraft'ning oddiygina launcheri. Bu launcherda siz faqatgina Minecraft'ni o'ziga shunchaki versiyasini tanlab bemalol kirishsangiz bo'ladi. Lekin bu launcherda siz hech qanday modlarsiz faqatgina o'sha versiyani o'zida o'ynasangiz bo'ladi. Ha, bular esa Minecraft uchun yaratilgan turli xil Minecraft klientlar. Ya'ni bu klientlar yordamida biz FPSni oshirishimiz, o'yindagi laglarni yo'q qilishimiz hamda Bedwars uchun o'ndan ziyod turli xil modlar, ya'ni o'zida 20 dan ortiq modlar hamda modapaklarni jam qilgan klientlardir. Do'stlar, endi men mana shu klientlarda sizlarga qanday qilib registratsiyadan o'tish hamda bularga akkaunt ulash hamda keyin biz mana shu 4 tala klientda o'ynab ko'rib, qaysi birida laglar bo'lmaydi hamda qaysi biri bizda FPS balandroq ochishini ko'ramiz. Unday bo'lsa, biz do'stlar birinchi bo'lib Silent klientda sinab ko'ramiz. Birinchi bo'lib Silent klientga kirib olamiz. Silent klientga kirmoqda. Do'stlar, men Silent klientga o'zimni Naruto UZG akkauntimni ulab qo'ygan edim. Do'stlar, bu yerdan sizlar boshqa akkaunt ulasanglar ham bo'ladi. Va biz bu yerdan add akkaunt olsangiz, ya'ni sizlar do'stlar Silent klientga kirganinglarda birinchi bo'lib sizlarda shu narsa chiqadi. Agar sizlar bu klientlarni endi yuklagan bo'lsanglar, sizlarga maslahat beraman do'stlar. Register for Silent client, ya'ni registratsiyadan o'tishni belgilaymiz. Hamda siz bu yerga Minecraft'dagi nickingizni, misol uchun men Naruto UZG hamda bu yoqqa Gmailingizni kiritsangiz, ya'ni o'zingizni shaxsiy Gmailingizni kiritasiz. Bu yerga esa Google Gmailingizni parolini kiritasiz va xuddi parolni yozib bo'lganingizdan so'ng register tugmasini bossangiz bo'ldi. Shu bilan bu yerda oq oyna chiqadi hamda do'stlar, menda bu yoqda ochilgani tufayli mana xuddi sizlarda register bossanglar xuddi shunday yozuv chiqadi, oq oyna, va sizlar bundan keyin bemalol Google'dan chiqib ketishingiz mumkin. Bu yerda keyin login in without unlicense tarjima qilolmadim. Do'stlar, agar sizlar pastdagi tugmani bossangiz, ya'ni oddiy Google akkauntingiz ulangandan kirsa bo'ladi. Ya'ni nima degani? Bu klientga siz faqatgina Google ya'ni Google Gmailingiz orqali crash qilib kirsangiz bo'ladi. Hamda bu yerda Microsoft akkauntingiz bo'lsa, ya'ni Minecraft menga o'xshab sotib olingan bo'lsa, bu yoqdan bemalol Microsoft akkauntingizni ulab kirsanglar bo'ladi. Mana esa pastdagi tugmani bosib sizlarga ko'rsataman. Va mana do'stlar, menda akkaunt ochildi, ya'ni o'zimni Naruto akkauntim. Xo'p, endi bizda keyingi klient, ya'ni do'stlar, bu klient Crash klient. Bu klientda bemalol staking o'rnatib, bemalol FPSni oshirib, laglarsiz o'ynasangiz bo'ladi. Xo'p, bizda endi keyingi klient Salavyer klient, ya'ni Salavyer klient. Do'stlar, bu server, ya'ni bu launcherga kirganinglarda, do'stlar, bu nimaga klient demayapsiz desanglar, chunki buni o'zini nomi Salavyer launcher.
client emas ekan. Shuning uchun do'stlar bu yoqdan nastroyka bo'linmadan versiyalarni turli xil tanlasanglar bo'ladi va men bedor kerak bo'lgan versiyadan kirib playni bosasiz. Do'stlar, birinchi launcherni o'ziga kirgandayoq registratsiyadan o'tmaydi. Ya'ni siz o'yinga kirganingizdan so'ng registratsiyadan o'tsangiz bo'ladi. Xo'p, endi biz o'yinga kirishini kutamiz. O'yinga hozir kirmoqda. Do'stlar, o'yinga kirgandan keyin bemalol launcherdan chiqib ketsanglar bo'ladi. O'yindan o'tvormaydi. Hop, kirishini kutamiz. Do'stlar, negadir Salver klient qotib qoldi. Salver klient bo'ldi. Do'stlar, meni Salver klient ishladi va do'stlar, mana bu yerda turli xil oynalar, misol uchun Discordni bossangiz Discord chat hamda klient uchun nastroykalar mana bu yoqda turli xil modlardan kirib bo'ladi, to'g'irlab bo'ladi o'zinglarga moslab. Endi bu yoqqa akkaunt ulash. Xohlasanglar single player yoki multiplayer ikkalasini ustiga bosasizlar va misol uchun Hypixel serveriga bossanglar join server va bu yoqda akkaunt. Men do'stlar bu yoqqa Naruto akkauntimni ulab qo'yganman va sizlar bu yoqdan crash qilishinglar mumkin. Ya'ni manage mojang account. Do'stlar, bu launcher, ya'ni Salver launcher ham nima desam ekan, crash emas, faqat premium launcherni o'z qo'l ichiga olarkan. Ya'ni do'stlar, bu launcherda sizlar crash qila olmaysizlar. Ya'ni bu launcherda sizlar Google akkaunt ulab o'yin o'ynay olmaysizlar. Serverlar qo'sha olmaysizlar. Xo'p, mana bizda kirdi. Hop, birin-ketin uni ko'rib chiqamiz. Bizda Hypixel ping 203 bo'lgani uchun sababli 39-53 do'stlar ko'ryapsizlar, lekin menda o'yin smooth. Videoda do'stlar FPS shunaqa past ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Endi biza oddiy single player o'zida Naruto GG yangi world ochamiz. Hamda buni super flat qo'yamiz. Xo'p. Mana do'stlar, o'yinga kirgandan so'ng bu yoqdan biza motion blurni o'chirib qo'yamiz birinchi bo'lib. Mana do'stlar, bizada Salver launcherda FPSimiz 100, ya'ni 100 dan oshgan. 170. Do'stlar, birin-ketin oshib bormoqda mana. Biz eng qanaqa joyga qarasak do'stlar, mana FPS 340, 354, 352, 376. Do'stlar, bu launcherda bemalol FPS'lari 400 gacha olib chiqsanglar bo'ladi. Mana do'stlar, mani FPS'im 300 dan oshib ketdi. Bu eng qora nuqtasini turganim uchun. Xo'p, endi bizda keyingi klient, ya'ni Lunar klient. Do'stlar, ko'pchilik, ya'ni menda kommentariyada yozdi, Lunar klientda crash qilishni o'rgating, iltimos, iloji bo'lsa deb. Do'stlar,
Lunar Client'da crash qilishi iloji bor edi, lekin u Lunar Client'ning oldingi versiyasi, ya'ni 1.2.4 versiyasi. Hozir yangi versiya qo'shilgani sababdan bu yerdan sizlar nima desam ekan, Lunar Client'da umuman crash qilolmaysizlar. Hamda do'stlar, bu Lunar Client'da akkaunt ulash faqat sizlarda Minecraft'da litsenziya bo'lishi kerak. Ya'ni xuddi menga o'xshab. Aaa, bunda bu klientga ham nima desam ekan, Microsoft akkaunt kerak bo'ladi. Endi bizda keyingi Skyland bu Badlion. Bu Badlion klientga ham do'stlar bilsanglar kerak. Bunga ham litsenziya kerak. Hozir do'stlar, men bilgan tekin hamda crash qilingan yagona klientim bu Silent Client bo'lib kelmoqda. To'g'ri, boshqa gamma klientlar ham bor, lekin men o'ynab chiqqanimda hozir men sizlarga eng yaxshi 4 tasini jamladim va ular orasida Silent Client ham bor. Xo'p, bunga Microsoft akkaunt kerak bo'ladi. Do'stlar, endi biza bu o'yinlarga kirib, birin-ketin ulardagi FPS'larni o'lchaymiz. Bo'lmasam biz Badlion Client'dan ham o'yinga kiramiz va biz Badliondagi FPS'ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni maksimum necha FPS. Hop, biz mana kirib oldik. Endi bizda FPS 100. Do'stlar, bizada FPS 70, 100, 108 yoki bu yog'ini o'zidan yoqib qo'ysak, do'stlar, bizada FPS ko'rayotganinglardek 108, 112, 115lar atrofida. Ya'ni Badlion Client'da FPS oshishi qiyin. Ya'ni siz bu o'zingizni kompyuteringizni xarakteriga qaraydi. Misol uchun video kartasi kuchli bo'lishiga qarab, koreyalarga qarab. Demak do'stlar, Badlion Client FPS boost qilish darajasi, ya'ni u siz o'yinga kirganingizdan keyin 60 yoki 30 FPS qo'shiverishi mumkin. To'xtanglarchi, bo'lmasam biza motion blur o'chirib qo'yamiz. Motion blur o'chirganimizdan so'ng do'stlar, mana bizada FPS oshyapti. Xo'p, motion blurni o'chirdik va bizda FPS 260, 262. Demak do'stlar, bu Badlion Client ham bizga 120 FPSdan oshiq, nima desam, 120 FPS qo'shib berar ekan o'yinni bizga. Xo'p, bizda endi qaysi klient qoldi? Bizada oxirgi yo'q. Bizda Lunar Client bilan Silent Client qoldi. Xo'p, bizda hozir eng ko'p FPS, ya'ni eng ko'p FPS oshiradigan client, ya'ni Salver Launcher bo'ldi. Bu launcherni do'stlar, ko'rganinglardek 300 dan baland, 400 ga ham chiqishiga oz qoldi. Xo'p, endi biz Lunar Client kiryapmiz do'stlar. Ya'ni bu clientga kirish biroz vaqt talab qiladi. Do'stlar, hamda Lunar Client'da hozir 27800 ta odam onlayn ekan. Ya'ni bu degani, 27000 ta odam hozir Lunar Client o'ynayapti. Xo'p, biz endi Lunar Client'dan ham FPS'ni tekshirib ko'ramiz.
Va biz hozirgi qilganimiz yerdek o'yinga kirib olamiz hamda bu yerdan motion blurni chiqib qo'yamiz. Va do'stlar mana ko'rganinglardek Lunar Client 200 FPS. Ya'ni do'stlar Lunar Client bizga 90 FPS qo'shib berar ekan. Ya'ni bu o'yiningizni 90 FPS ga kuchaytirib beradi degani. Xo'p, bizda endi so'nggi client, ya'ni bu Silent Client. Bo'lmasam biz Lunar Client'dan chiqamiz hamda Silent Client'ga kiramiz. Do'stlar, nimaga Kraken bilan litsenzionniy launcher klientlarni farqliligini bilasizlarmi? Do'stlar, litsenzionniy klientlar sizlarni aynan yuklaganinglardan keyin operativkalardan 4 gigabayt joy so'raydi, ya'ni 4 gigabayt joy egallaydi. Silent Client esa 1 gigabayt desangizam farqi yo'q. Qani bo'lmasam biza Silent Clientga ham 4 giga joy ajratamiz va shunda bu haqqoniy bo'ladi. Va biz endi o'yinga kirdik. Chunki do'stlar hozirgi Laver Launcher, Lunar Client, Adlion klientlarida meni operativkamdan 4 giga RAM ajratilgan edi. Silent Clientda esa faqat 1 giga. Hozir biz buni to'g'rilash uchun Silent Clientga ham 4 giga RAM ajratdik va bizda o'yinga kirdi va biz o'yinga kirdik va bu yerdan Silent Clientdan ham motion blur uchuq FPSni yoqib qo'yamiz. FPS mana ko'rganinglardek 208, 259, 241, 256, 260. Do'stlar, Silent Client'da ham FPS 250. Ya'ni bu do'stlar 280, 279. Do'stlar, bizlarga Silent Client Badlion Client'dan ko'proq FPS qo'shdi. Ya'ni 140 FPS qo'shdi desayam bo'laveradi. Chunki do'stlar, Badlionda 230, 240 FPS'lar qo'shgan edi. Ya'ni o'yinni o'zida 141. Badlionda esa bu narsa yo'q edi. Ya'ni o'yinda smooth Badlionda yugurganimizda 100, 120, 112 larga tushgan edi. Xo'p, lekin do'stlar, endi biza bu klientlarni shunchaki FPS tekshirmaymiz. Do'stlar, FPS bo'yicha hozir eng ko'p, ya'ni birinchi o'rinda turgan Saliver Launcher bo'ldi. Endi biza